안녕하세요. 22번째 동영상을 만들어 보도록 하겠습니다. Assalomu alaykum. 22-chi darsni ko'rib ketamiz. Bizda yangi grammatika bergan. Bu yoqda bizda birinchi kitobimiz bu, sug'urta kitobimiz, asosiy kitob. 97-betda bizga yangi grammatika beryapti. 97-betga kelganmiz. An degan grammatikani o'rganamiz. Koreys tilida topikda ham kerak bo'ladi, ishchi imtihonlarida ham, EBS topikda ham kerak bo'ladi. Hayotda ham, ko'cha hayotida ham kerak bo'ladigan grammatika. Mana bu grammatikani ko'radigan bo'lsak, mana v qo'yib qo'ygan. Demak, bundan keyin, andan keyin fe'l keladigan. V degani bizda fe'l. Ma'nosini ko'radigan bo'lsak, an o'zi nima degan ma'noni bildiradi biz o'zbek tilimizda. Ko'radigan bo'lsak, fe'ldan oldin, har doim fe'ldan oldin keladi, harakatdan oldin keladi an. Va o'zbek tilida fe'lni inkor qilib keladi bu grammatika. Fe'lni inkor qilib, qilmayman, qilmaydi degan ma'noni beradi. Mana shu ikkita ma'noda tarjima qilamiz. Ya'ni harakatni qilmaslik. Qaysidir bitta harakatni qilmaslik uchun o'sha harakatdan oldin an grammatikasini ishlatamiz ekan. An grammatikasi otga qo'shilmaydi. Ot bilan ishlatilmaydi. Bu yerda aytib ketganman. U har doim o'zidan keyin fe'l oladi. Fe'l kelish kerak. Andan keyin fe'l kelish kerak. Chunki fe'lni inkor qiladi. Misol uchun, chayo. Uxlayapsizmi? An chayo. Yo'q. Uxlamayapman. An mana uxlamoq chadani uxlamoqni inkor qilib jumla tuzyapti, gap tuzyapti. Ya'ni an orqali gapni inkorini tuzyapti. O'sha fe'lni inkor qilyapti. Misollarni ko'radigan bo'lsak, tushunarli bo'ladi anchagina. 친구를 안 만나요. Do'stim bilan uchrashmayman. Ya'ni uchrashishni inkor qilyapti. Ikkinchi gapni ko'radigan bo'lsak, 혜연 씨는 고기를 안 먹어요. 혜연 씨 go'sht yemaydi, deyapti. Demak, bu yemoqda inkor qilib kelyapti ekan. An 먹어요. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, 공부해요. 공부해요 deb savol beryapti. 아니요. 공부 안 해요. Yo'q, o'qimayman. Hadani ko'radigan bo'lsak, bizda hada bu harakat bu. Qilmoq degan ma'nosi bor. Hada. Shuning uchun buni oldin an grammatikasi qo'yilyapti. Shunisiga ham e'tibor berib ketishimiz kerak. Ya'ni o'sha qilmoqni inkor qilyapti. Yonsibni ko'radigan bo'lsak, 친구와 이야기해보세요. Do'stingiz bilan gaplashib ko'ring, mashq qilib ko'ring degan ma'noda aytyapti. Ko'pi mashoyo. Birinchisida aytyaptiki, ko'pi mashoyo. Kofe ichasizmi? Ha desangiz, ne ko'pi를 mashoyo. Kofeni ichaman deb aytib ketsangiz bo'ladi. Keyingisi yoki teskarisi yemayman deb, ichmayman deb aytmoqchi bo'lsangiz, kofeni ichmayman. Anyo, ko'piril anmashoyo. Mana shu shaklda gapni inkor qilsak bo'ladigan. Ikkinchisini, ko'giril mogoyo. Go'sht yeysizmi? Ne, ko'giril mogoyo. Go'shtni yeyman. Anyo, ko'giril an mogoyo. Mana shu shaklda gapni tuzib ketsak bo'ladi. Buni o'zingizni xohishingizga qarab bitishga qo'yib, gap tuzib ketsangiz bo'ladi. Albatta bittasini qo'yib ketasiz, ikkalasini ham qo'ysangiz boshqacharoq bo'ladi. Agar do'stingiz bilan gaplashganingizda o'zingiz praktika uchun qilib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun yana bittasini qilib beray. 운동해요. Sport bilan shug'ullanyapsizmi? Ne, 운동해요. Sport bilan shug'ullanyapman. A니요.
deb turib, undongdan keyin mana undong qismi ajralib, undan keyin an qo'yamiz, undan keyin heyoni ishlatamiz. Undong anayo. An undong hayo bo'lmaydi. Anni bu oldiga qo'yib qo'ymaymiz. Unda noto'g'ri bo'lib qoladi. Chunki mana bu fe'l hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi menimcha. Unchalik qiyin grammatika emas. Bu so'zlarni sizlarga bu uyga vazifa bo'lib qolyapti bu qismlari. Shunchaki savolga javob berib ketsangiz bo'ladi. Kogi, bizda yangi so'z kogi degani go'sht. Go'sht. Fransio. Fransuz tili. Fransuz tili. Drama degani drama bizda. Drama. O'zimizda drama. Maragiosib. Böyle so'yo. 일단 여기를 내가 좀 번역을 해드릴 테니까 좀 일단 듣기 연습을 여러분은 해보면 좋겠습니다. 일단 여기를 보면 어떻게 이게 말하기 연습을 어떻게 해야 하는지 좀 알려드리도록 하겠습니다. 여기 두 명이 대화를 하고 있어요. 지금 스티븐, aytyapti, Michael 씨, 지금 뭐예요? hozir nima qilyapsiz? Akira aytyaptiki, Akira ekan, Akira aytyaptiki, 공부해요, o'qiyapman. Stipen aytyapti, 도서관에서 공부해요? kutubxonada o'qiyapsizmi? 아니요, 도서관에서 공부 안 해요. Ya'ni kutubxonada kitob o'qiyapman. Kitob harakatni inkor qilib aytyapti. Kitob o'qimayapti. Harakatni inkor qildi mana. Krom 어디서 공부해요? Unda qayerda kitob qayerda o'qiyapsiz unda? deb yana savol beryapti Stipen. 집에서 공부해요. Uyda o'qiyapman deb javob beryapti. Ko'rasizlar, esoni biz o'tgan darsda o'tganmiz, joyiga nisbatan. Oddiy, chip. Mana shu joyga nisbatan to'sog'onesa. Mana shu holatda ishlatamiz. To'sog'onesa 공부해요. Yangi grammatikalarni ham mustahkamlab ketyapmiz. Xuddi shu holatda tarjimasini qilib berdim. Ya'ni buni podkastini o'zlaring eshitib ko'rasizlar. 35-podkast bu kanalga tashlab qo'yganman. Ko'rsalaring bo'ladi. Eshitib, mashq qilib praktika qilsalaring bo'ladi. Mana bu qismini ham ko'rib chiqdik hozir. Endi sizlarga mashq bo'lib qolyapti. 2, 3, 4-bo'limlar. Bularni ishlashni o'rgatganman. Rangiga moslab qo'yasiz. 친구와 이야기해보세요. do'stingiz bilan gaplashib ko'ring, suhbatlashib ko'ring deb aytyapti. 어디서 차를 마셔요? qayerda choy ichasiz? Misol uchun, do'stingiz aytish mumkin. 집에서 차를 마셔요. 집에서 차를 안 마셔요. uyda choy ichaman yoki uyda choy ichmayman. Mana shu holatda. Birinchi do'stingizga aytib ko'rasiz, ikkinchi do'stingizdan so'rab ko'rasiz, uchinchi do'stingizdan so'rab ko'rasiz. Uchta do'stingizdan so'rab, bularni fikrini aytib ko'rasiz, eshitib ko'rasiz. Qanday javob beradi sizga? Ikkinchisini ko'radigan bo'lsa, 어디서 숙제를 해요? Qayerda vazifani qilasiz? Qayerda vazifa qilasiz? Sukcha degani bizga uyga vazifani qayerda qilasiz degan ma'noda tushunsak ham bo'ladi.
숙제를 집에서 해요. 숙제를 곱씹에서 해요. 여기 숙제를 집에서 안 해요. uyda dars qilaman yoki ko'pshubda dars qilaman yoki uyda dars qilmayman deb mana shu holatda o'zlaringdan kelib chiqib, fikrlaringdan kelib chiqib inkor qilishni o'rgandik. Mana qandaydir fe'lni inkor qilmoqchi bo'lsak, albatta uni oldida an ishlatishimiz kerak ekan. Bu yerda 3-chi, 4-chi, 5-chilari sizlarga vazifa bo'ladi. Ulardan 1-ikkini ham qilib ko'rsalaring, o'zlaring praktika qilib, ancha foydali bo'ladi. Chrome aytib ko'rsalaring, mana Chrome degan. Chrome unda degan ma'nosini beradi bizda. Ma'nolari har xil joyda keladi. Undan keyin degan ma'nosi ham bor. Unda Chrome otokayadi. Unda qanaqa qilish kerak degan ma'nolarda og'zaki nutqlarda keladi. Bu ozgina joyiga nisbatan ma'nolari o'zgarishi mumkin. Shunchaki unda, masalan, o'zbek tilida unda nima qilish kerak? Unda qanaqa ish qilish kerak deb tarjima qilib ketsak bo'ladi. O'zbek tiliga oson tarjima qilganimizda. Undan keyin degan ma'nolari ham bor-da. Tarjimani tekstdan kelib chiqib qilsak bo'ladi. Keyingisi Sport center ekan. Sport center. Bizda bu choy beradi bizda. Bu yoqda sizlar uchun Titko Maragi qismi bor. Eshitib, gapirib ko'rishlaring kerak. Listeningda nimasi bor? Podkastlari bor buni. Mana 36 ni eshitib ko'rasizlarda, gapirib mashq qilib ko'rasizlar. Gapirib mashq qilib, praktika qilsalaring ancha rivojlanib ketadi. Bu yog'ini ham ko'rib ketasizlar. Savolni inkor qilishlaring kerak. Sizlar fe'l ishtirok etgan savolni inkor qilishlaring kerak. Misol uchun savol beryapti. Yo'robinin arbeit heyo. Janoblar, qo'shimcha ishlaysizlarmi? Qo'shimcha ishlash, arbeit degani qo'shimcha ishlash, qo'shimcha pul topish. Oddiy esa arbeit heyo. Qayerda ishlaysiz? Mana shu savollarni inkor qilish mumkin. Inkor qilib, mana bugun o'rgangan grammatikamizdan foydalanib, inkor shaklini yasasalaring bo'ladi. Maragiga mana bu qismlarni praktika qilinglar, 37 ni ham. Maragiga o'sib kelyapti. Mana tepada ko'rib ketdik-a buni. Xuddi shunaqa qilib, buni ham ishlab ketsalang bo'ladi. Misol uchun, 오늘 친구를 만나요? Bugun do'stingiz bilan uchrashasizmi? 아니요. 오늘 친구를 안 만나요. Yo'q, bugun do'stim bilan uchrashmayman. Mana shu shaklda gapni inkor qilib yasab ko'rsalaring bo'ladi. Bugungi grammatikamizdan kelib chiqqan holda. Короче degani o'rgatmoq. Teaching qilish, o'rgatmoq. O'rgatmoq. Ilko Sigi qismiga ozgina bizga bor. Sigi qismini o'rganamiz keyin. Buni tashlab ketsalaring bo'ladi. Tarjimasini qilib ketaman sizlarga. Onokyo bon degani til, language education deyapti-ku, til
O'rgatish sentri. O'sha markaz, til o'rgatish markazi. Ya'ni buni ono degani so'zlarni bitta-bitta tarjima qiladigan til. Ko'yik degani ta'lim. Yug'on degani o'sha markaz. O'sha tashkilot, markaz, sentr deb tarjima qilib ketsak bo'ladi. Pulkogi degani bularni ovqati bor shunaqa. Barbecue, beef. Ana shu ovqatning nomi pulkogi. Shunchaki ovqat nomi deb ketaylik. Ovqat nomi. Go'shtli ovqat nomi. Mana shu bilan 22-darsda ko'rib ketdik. Xudo xolasa undan keyin bizga yangi mavzuga o'tib ketamiz. Yo'q, yangi mavzu bor. Sigi bor ekan. Sigi qismini biz ozgina tashlab ketamiz. Sigiga ozgina bor bizga Kwaje. Kwaje bizga vazifa beryapti. Vazifani tushuntiradigan bo'lsam. Mana ikkita gapni qo'shayotganda bu joyni tushuntirib ketay. Yongo ot bizda. Otdan keyin, undan keyin to'g'ridan-to'g'ri fe'l ishlatmaymiz. Undan keyin, otdan keyin bizga albatta ril grammatikasi kelishi kerak. Mana bu yerda aytyapti. Ril grammatikasini ishlatamiz. Ya'ni tushmaydi bu yerda. Rilda masalan bu onovni o'rniga boshqa narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ot. Bu yerda qo'yib qo'ygan. Chunki bu yerda only kelganligi uchun ril qo'yish kerak edi. Tepada qo'ygan ril. Xato qo'ygan. Ataylar o'rganish uchun bizga. Bizga mana shu narsani o'rgatmoqchi bo'lyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsani aytyapti. Yong'o'l P-ayo. Ko'ryapsizlarmi? Xato aytyapti. P-ayo. Bu yerda to'g'risini aytyapti. Yong'o'l P-ayo. Ingliz tilini o'rganyapman deb bizga aytyapti. Munhwa Sanchek haqida bularni ozgina murakkab. Buni biz ikkinchi kitoblarimizda ko'rib ketyapmiz. Aynan shu mavzuga oid narsalar. Ikkinchi kitobimiz bizda Yonsei. Mana shu holatlarga mos bizda matnlar bor, tekstlar bor. Mana shundan ko'rib ketyapmiz. Buni o'zlaring uchun qilsalaring bo'ladi. Zarar yo'q. Mana bu joyda ko'radigan bo'lsak, Norepang. Norepang bizda ashula aytadigan karaoke. Musiqa aytadigan karaoke. Karaokelar bor, shunaqa joyni Norepang deydi. Endi yerda alkogol ham bo'ladi, har xil bizga to'g'ri kelmaydigan narsalar. 38-chi lesseningdan eshitib ko'rasizlar. Keyin mana bu joyda bizga talaffuzga urg'u beryapti. Talaffuzni ham bir ko'rib ketishlaring kerak. Mogil. Mana misol uchun G'ni ko'rsalaring tepaga qarab chiqib ketyapti mogil. Ko'ryapsizlarmi? Talaffuzda faqat yozilishi mana bunaqa bo'ladi. Bir xil degani. Pabl. Misol uchun pabl.
usaniy, masalan, elgoyo. Mana shu holatlarda bizda talaffuzda o'zgaradi. Mana bu joylariga e'tibor berib, podkast 39 ham eshitib ko'ringlar. Bu yerda faqat tilni zo'r o'rganib ketaman desangiz, mana shu joylariga e'tibor berishingiz kerak. Talaffuzga. Chagi pyonga. Bu yoqda o'zlaringni bu mavzudan kelib chiqib o'rganganlaringni test qilib ko'rsalaring bo'ladi. Bu mavzudan nimani o'rgandim? Menga nima foyda bo'ldi bu mavzudan? degan narsani ko'rib ketsalaring bo'ladi. 그림을 보고 문장을 완성하세요. Rasmni ko'rib, mana shu holatdan kelib chiqib, mana bu katakni to'ldirib chiqamiz ekan. Buni ham o'zlaring chagi pyonga degan joyi bu o'zini test qilib ko'rish. O'zlaringni bir test qilib ko'ringlar. O'rgandikmi bu mavzuda? Nimadir degan savolga shu joyda javob topsak bo'ladi. Mana bu joyda yodlashimiz kerak bo'lgan so'zlar bor. Bular tarjimasini qilib berganman. Yangi so'zlar emas bular. Mavzudan kelib chiqib qilingan. Bular maragi. Bu yoqda bizga xudo xolasa 4-bo'limga kelganmiz. Oddiy isoy degan katta bir bo'lim. Bu ham xudo xolasa yaxshi mavzu bo'ladi. Buni keyingi darsda xudo xolasa ko'rib ketamiz.